Krasnoyarsk shahridan assalomu alaykum. Bugun yana bitta buketimiz sizlarga yasab ko'rsatib beraman. Bu buketim zakazga tushmagan, shunchaki fantaziyam kelib qolib, yasashga qaror qildim. Balbrishdan shunaqa korobkalar zakaz qilganman, har xil svetidan va bunga babuchka tanlab oldim, ya'ni kapalaklarni tanlab oldim. Qaysi rang bir-biriga tushgan bo'lsa, o'sha korobkani yasab oldim. Bunaqa buketlar juda ham ko'p zakazga tushgan va zakazdan tashqari ham yasab qo'ysam albatta sotilib ketgan. Bunaqa korobkalarni yasalish usuli qiyin emas, shunchaki ko'rib turib yasash oson. O'shaning uchun sizlarga полностью instruksiyasini ko'rsatib o'tmadim. Videoda tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Korobkamiz ichida yana bitta shunaqa korobka joylashgan bo'ladi. Shu korobkani ichiga shunaqa penani solamiz. Penamizni ko'rinmasligi uchun shunaqa bumaga tissue degan narsa bilan bekitib qo'yamiz chiroyli qilib. Va provolka ishlatdim. Birga 2 santimetrli bo'lgan provolkani ishlatib, 3 xil razmerda korobkaga moslab o'lchab qirib olamiz. Ko'rsatib o'tdim video davomida necha santimetrdan qilganimni. Har bitta provolkani 10 tadan 30 dona provolka qilganman. Shunaqa patlik plyonka tanladim babuchkamizni orqa qismiga. Shuni 10 santimetr, 12 santimetr qilib bu yoqqa qilib qirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib ko'pgina qirqamiz. Yetmay qolsa yana дополнить qilib qirqib yopishtirib olamiz babuchkalarimizni. Agar siz ham Rossiyada uyda o'tirib pul topmoqchi bo'lsangiz, bunaqa ishga boshida 5000, 10000 rubl bilan ish boshlashingiz mumkin. Eng boshida 5000 rubl bilan ish boshlaganman. Hozirda Rossiyada bo'layotgan vaziyatlar tufayli ozgina sotuvlar kamaygan, lekin reklamani ko'paytirsak, albatta hamma joyda sotilib ketadi. Buket shuncha buket yasagan bo'lsam, hech qachon sotilmay qolmagan, hammasi sotilib ketgan. Agarda siz Rossiyada 3-4 yil yashamoqchi bo'lmasangiz, bu ishni boshlamang, chunki buketlar tayyorlanadi va основной ko'proq bayramlarda ko'proq sotiladi buketlar. Hamma videolarimda ozgina-ozginadan ma'lumot berib ketyapman. Buketlar yasalishi va sotilishi haqida. Videolarimni ko'rayotgan insonlardan mani podpishka qilib kanalimga obuna bo'lib, klass tugmachasini bosib o'tib ketinglar, iltimos. Mani podpishka qilib, klass bosib kommentariya qolgizayotgan podpishchiklarimga juda ham minnatdorchilik bildiraman. Buketimni 2-2,5 soat davomida tayyorlab bitirdim. Mana ko'rsatib o'tdim. Korobkani tagida hech qanaqa yozuvi bo'lmagan joyini qo'yamiz, tag qismiga, ya'ni va shunaqa 2 metrli bo'lgan girlandani shunaqa qilib o'rab chiqib olamiz. Buketimizga yopishtirilmagan girlanda, faqat o'rab chiqilgan simlari, ya'ni va shunaqa korobkani o'zi защитный plyonkasi bilan qo'yamiz va shunaqa joyini yopishtirib qo'ydim. Videoga olganim uchun защитный plyonkasini olib tashladim, sizlarga to'g'ri yarki ko'rinsin deb. Atak bu plyonkani olmayman, chunki qo'l izlarimiz chiqib qoladi. To klient olib ketguncha, o'shaning uchun bu plyonkka joyida qoladi. Bu faqat video uchun olingan. Buketimizni so'nggi qismiga yetib keldik. Mana shunaqa qilib buketimizni qopqog'ini yopamiz va shunaqa chiroyli buketlarni tayyor bo'lgan holatini ko'ramiz. Mana marhamat ko'rishinglar mumkin. Agar buket yoqqan bo'lsa, klass bosib podpishka qilib ketinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.